O'zbek tili xususida gap ketganda, mana shu tilni yoshlarga, xalqimizga o'rgatadigan til fidoyilari, o'qituvchilar mehnatini ham alohida e'tirof etish joiz. 14-15 oktyabr kunlari yilning eng yaxshi o'zbek tili o'qituvchisi tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi va quvonarlisi tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra o'zbek tili fani o'qituvchilari o'rtasida faxrli 3-o'rinni Urganch shahar 15-son maktab o'qituvchisi Irodaxon Yo'ldasheva egalladilar. Qolaversa, aynan ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari o'rtasida Urganch shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab o'qituvchisi Asalxon Yo'ldasheva esa ijodkor o'qituvchi nominatsiyasi bo'yicha taqdirlandilar. Assalomu alaykum. Studiyamizda sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Assalomu alaykum. Avvalambor ushbu e'tiroflar yana bir karra muborak bo'lsin deymiz. Xo'sh, aynan mana shu tanlovning ilk bosqichlari qanday o'tdi? Tanlov haqida gapiradigan bo'lsak, sentyabr oyining 20-sanalarida dastlab viloyat bosqichi o'tkazildi. Bu bosqichda biz men tavsiya etaman mavzusida videorolik tayyorladik va videorolik natijalariga ko'ra biz viloyat bosqichi g'oliblari bo'lib Toshkent shahriga yo'l oldik. U yerda esa biz 1 soatlik dars o'tib berishimiz, ya'ni namunaviy kerak bo'ldi. Biz oldindan kirib ko'rmagan notanish bir sinfga kirib 1 soatlik dars o'tdik. Albatta u yerda ham o'qituvchilar bizni juda ham iliq kutib olishdi. Biz o'z mahoratimizni ko'rsatishga barcha shart-sharoitlarni qilib berishdi. Asalxon, sizning ham fikrlaringizni tinglasak. Albatta bu tanlov juda ham ajoyib tashkil qilingan. Viloyat bosqichi ham juda shaffof, juda adolatli tarzda o'tkazildi. Va viloyatimiz bo'ylab juda ham ko'pchilik ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari juda ham faol qatnashdi. 600 va 700 gacha ishlar ko'rildi deb aytishdi. Haqiqatdan bu ishlarning ichidan bizning video taqdimotimizni tanlab olgani eng quvonarlisi va Toshkent shahrida, ya'ni respublika bosqichida ham bu tanlov ajoyib tarzda tashkil qilingan. Har bir viloyatdan kelgan ona tili va adabiyot fani o'zbek tili o'qituvchilari o'zlarining bor mahoratini ishga solib, o'sha o'quvchilarga 1 soatlik dars mashg'ulotlarini olib bordi. Kasbiy faoliyatingiz xususida ham suhbatlashsak keling. Kasbiy faoliyatimizga keladigan bo'lsak, men mana 8 yildirki Urganch shahridagi 15-sonli maktabda o'zbek tilidan dars berib kelaman. Bu yil men uchun juda ham omadli yil bo'ldi desam bo'ladi. Yil boshida o'zbek tili bo'yicha umumta'lim fanni bilish milliy sertifikatini qo'lga kiritdim. Undan keyin oliy toifaga attestatsiyada ham kun qahramoni bo'lib, yuqori ball bilan oliy toifani qo'lga kiritdim. Bundan tashqari xalqaro til bilish sertifikatiga ega bo'lib, hozirda magistratura bosqichini davom ettirmoqdaman. Yana bir quvonarli holat ham aynan yilning eng yaxshi o'zbek tili fani o'qituvchisi sifatida butun respublikada 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Nima desam bo'ladi, bu so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan bir ustoz uchun ajoyib bir yutuq desam aslo adashmayman. Mana ta'lim rus tilida olib boriladigan maktabda o'zbek tili fanidan saboq berasiz. Faoliyatingizda qandaydir qiyinchiliklar yuzaga keladimi va buni qanday yengib o'tasiz? Menimcha ta'lim boshqa tilda olib boriladigan maktablarda o'zbek tilini o'rgatish bu juda ham qiziqarli, chunki ular boshqa tilda gapirishadi. O'sha boshqa tilning madaniyati, ularda fikrlashlari, qarashlari ham aynan biznikiga biroz o'xshamagan va ularga o'zbek tilini o'rgatish men uchun juda ham maroqli. Men ular bilan birga dars davomida o'zim ham xuddi ular kabi ularning qiziqishlari bilan qiziqib, ularga ma'qul bo'lgan yo'llar bilan tilimizni o'rgatishga harakat qilaman. Asalxonga yuzlansak, mana siz ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi huzuridagi ixtisoslashtirilgan maktab internatida faoliyat yuritasiz. Albatta, sizning faoliyatingiz ham mashaqqatli. Sababi aynan mana shu maktab internatiga eng kuchli iqtidorli o'quvchilar qabul qilinadi va ularga yanada sifatli ta'lim-tarbiya berish kerak. Xo'sh, siz bu borada qanday yo'l tutyapsiz, qanday tajribalardan keng foydalanyapsiz? Albatta, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalaridagi qabul qilingan o'quvchilar boshqa umumta'lim maktablaridan katta farq qiladi. Maktabimiz aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilganligiga qaramasdan o'quvchilar ona tili va adabiyot fanini juda ham qiziqib, juda ham sevib o'qishadi.
bu fanga qiziqishlari ularning o'sha darslarda faolligidan ko'rinib turadi. Va o'quvchilarni qiziqtirish uchun biz faqatgina o'sha ona tili va adabiyot darslarini faqatgina o'sha darslar bilan cheklanmasdan qo'shimcha to'garaklar, kitobxonlik bo'yicha to'garaklar, nutq o'stirish bo'yicha, nutqiy madaniyat bo'yicha to'garaklar olib boramiz. Bu o'quvchilarda ona tili va adabiyot faniga juda ham qiziqishni oshirishga katta yordam beradi. Aynan bunday tanlovlar sizga ko'proq nimalarni taqdim qiladi? Menimcha bunday tanlovlar har bir o'z kasbini sevgan insonga tajriba, mahorat, o'z o'sha hamkasblar bilan tanishish, bundan tashqari o'ziga o'xshagan ustozlarning tajribalarini, mahoratlarini o'rganishni beradi desam aslo adashmayman. Va bu tanlovga qatnashganimizdan so'ng biz o'zimizda juda ham ko'p o'sish, bundan tashqari yutuqlarni kuzatdik. O'sha atrofimizdagi ustozlarni ko'rib, ularga havas qilib, ularga o'xshash uchun tinimsiz izlanishga, o'qishga harakat qildik. Kuch-g'ayrat yanada oshadi, to'g'rimi? Albatta. Asosiy raqiblar sifatida qaysi viloyatdan yoki hududdan borgan hamkasblaringizni ko'rdingiz? Asosiy raqiblar sifatida biz deyarli barcha ustozlar biz uchun kuchli edilar, chunki biz Asalxon bilan eng yosh ustozlardan edik. Hatto kichkina bo'lishimizga qaramasdan ular bilan teng darslarda faol qatnashib, ularning tajribalarini o'rganib keldik desak bo'ladi. Ayniqsa Toshkent shahridan qatnashgan ustozimiz kreativ ustoz sifatida o'zlarining dasturlari deymizmi, o'sha turli xil kitobchalar bilan juda ham mashhur bo'lgan ekanlar va biz ular bilan bir qatorda ishtirok etib, shu vohamiz sharafini munosib himoya qildik desak xato bo'lmaydi. Asalxon, mana yosh pedagog sifatida siz ham mana shu singari tanlovlardan o'zingizga munosib bir tajriba orttirgan bo'lsangiz kerak. Ha, albatta, bu tanlovlar o'z ustingda ko'proq ishlashga, yangi metodlar yaratishga katta zamin yaratadi deb o'ylayman. Biz Iroda bilan o'sha tanlov 2021-yilda o'tkazilgan vaqtda ham Iroda bilan birga qatnashganmiz viloyat bosqichida. O'sha vaqtda ham bizga katta tajriba bo'lgan va 2023-yilda ham qatnashib shahar bosqichida 2-o'rinni olganmiz va mana shu tanlovlarda bosqichma-bosqich ishtirok etish bu insonda katta tajriba va albatta yangi narsalarni o'rganishga zamin yaratadi va albatta bu yil viloyat bosqichida 1-o'rinni olib respublikada qatnash ham o'sha oldingi yillardagi tajriba va mahorat katta yordam berdi deb o'ylayman va bu tanlovlarda ko'p qatnashish o'qituvchi o'z ustida ko'proq ishlashga va yangi narsalarni yaratishga katta yordam beradi. Mana sizlarning yutuqlaringiz xususida so'z yurityapmiz. Albatta sizlar ta'lim berayotgan o'quvchilar ham o'ziga xos natijalarni qo'lga kiritishgan bo'lsa kerak. Ha, albatta. O'quvchilarimiz o'tgan yili bir qator ona tili va adabiyot fanidan umumta'lim fanlarini bilish bo'yicha sertifikatlarga ega bo'lishgan va albatta turli xil yosh kitobxon tanlovlarda va insholar tanlovlarda o'quvchilarimiz viloyat bo'ylab katta yutuqlarga erishmoqdalar. Irodaxon, fan olimpiadalarida ham bizning maktabimiz shahrimizda, vohamizda oldingi o'rinlarda turadi desak bo'ladi. O'zbek tilidan ham o'tgan yili maktabimiz viloyatda har 9, 10 va 11 sinfda ham 1-o'rinni egallab, 11-sinf o'quvchimiz respublika bosqichida munosib ishtirok etdilar. Ular albatta biz ustozlarimizning mehnatimizga yanada kuch-g'ayrat, shijoat bag'ishlaydi. Oldingizga qo'yilgan maqsadlar, rejalar qanday? Oldimizga qo'yilgan maqsadlar, men ham mana shu magistratura bosqichiga bu yil hujjat topshirib talabalikka qabul qilindim va til bilish sertifikatini qo'lga kiritdim. Ingliz tilini qo'shimcha o'rganishga juda ham qiziqaman va bu bo'yicha ingliz tili bilish darajamni yuqoriroqqa ko'tarib va ilmiy ish qilib mana shu o'z metodikalarim bilan o'sha o'zbek tilini, ona tilini o'qitishning yangi metodikalarini yana ilmiy tadqiqot sifatida o'tkazishni va albatta boshqa tillar bilan birgalikda solishtirib, mana shuni yana ham rivojlantirishni istayman.
Albatta bu borada sizlarga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshlarimiz yilning eng yaxshi o'zbek tili o'qituvchisi tanlovning respublika bosqichi 3-o'rin sohibi Urganch shahar 15-son maktab o'qituvchisi Irodaxon Yo'ldasheva qolaversa, aynan mazkur tanlovda ijodkor o'qituvchi nominatsiyasi bilan taqdirlangan Urganch shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab internati